Eskilar gapi bor-ku, tuz bilan shakar oq zahar. Bu juda ham to'g'ri ibora. Mana hozirgi kunda sintetik narkotiklarning ko'payishi juda ham achinarli bo'lyapti. Birinchi o'rinda iste'mol qilayotgan mahsulotlarimiz tabiiy bo'lishligi kerak. Un mahsulotlarini men iste'mol qilib bo'lmaydigan mahsulotlar safiga kirgizaman. Hozirgi kunda un bug'doy shaklida emas. Bug'doyni tarkibidagi kletchatkasini qayta ishlab bizga faqat kraxmal shaklida, oppoq un shaklida olingan. Vaholanki uni tarkibida bizni himoya qiluvchi kletchatka ajratib olingan. Bir necha xil turdagi nasliy yurak kasalliklari mavjud. Har qanday jismoniy mashqlar yurak uchun foydali. Badan tarbiya bilan, sog'lom badan tarbiya bilan shug'ullanishlik foydali. Yurakni og'rig'i asosan jismoniy zo'riqish vaqtida bo'ladi. Yurak qon tomir kasalligiga duchor bo'ldimi? Bu kasallik deyarli umrining oxirigacha davom etadi. Yosh, kuchga to'lgan, navqiron paytida energetika ko'p iste'mol qilgan, natijada toksik miokardit, ya'ni yurakni o'tkir yaralanish, o'sha toksindan zaharlanish oqibatida yurakning funksiyasini keskin buzilishga kelishadi. Har qanday kuchli shikoyat bo'lgan vaqtda albatta tez yordam chaqirishimiz kerak. Birinchi savolim, yurak qon tomir kasalliklari deganda aynan nimani tushunish kerak? Yurak qon tomir kasalliklari bu yurakni barcha funksiyalarini yetarli darajada bajara olmay qolishlik bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar nazarda tutiladi. Bular xoh yurakni o'tkazuvchanlik qobiliyati bo'lsin, qisqaruvchanlik qobiliyati bo'lsin, avtomatizmi va boshqa shunga o'xshash funksiyalarini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga yurak qon tomir kasalligi deyiladi. Bundan tashqari yurak qon tomir kasalliklariga qo'shimcha qilib barcha qon tomirini o'tkazuvchanligiga bog'liq bo'lib va hayotiy muhim organlarning funksiyasini buzilishiga olib kelgan kasalliklar ham bu kasallik qatoriga kiritilgan. Misol uchun insultlar, o'pka arteriyasi tromboemboliyalar va hokazo shunga o'xshash holatlar. Odam yuragida qanday kasalliklar eng ko'p uchraydi? Yurak qon tomir kasalliklari eng ko'p uchraydigan, birinchi o'rinda uchraydigan, eng ko'p uchraydigan kasallik bu gipertoniya kasalligi. Xalq tilida aytganda davleniya deb qo'yamiz. Hozirgi kunda juda ham dolzarb bo'lib ketdi, sababi kasallik yosharib borgan sari. Avvallari 50-60 yoshdan keyin paydo bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 25-20 yashar bolalarda ham qon bosimi bilan aziyat chekib kelganlari bo'lyapti. Yurak xurujining ilk belgilari qanday bo'ladi? O'tkir koronar sindrom deb qo'yamiz biz infarkt boshlanish davrini, o'tkir bosqichi. O'tkir koronar sindrom bu yurakni qon tomirlarini o'tkir o'tkazuvchanligini buzilish hisobiga kelib chiqqan kasal holat hisoblanadi. Odatda klassik belgilari bemorda to'sh ortidagi keskin qattiq og'riqlar paydo bo'lishi. Ya'ni kuydiruvchi, ezuvchi, sanchuvchi va hokazo shunga o'xshash holatlar. Sababi, to'sh ortida bo'lishining sababi yurak aynan shu joyda joylashgan. Ko'pchilik adashishadi, chap tomonda deb o'ylaydi. Chap tomonda emas. Yurak ko'krak qafasimiz markazida joylashganligi uchun dastlab belgilar to'sh ortidagi og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Lekin ayrim holatlarda atipik variantlari ham bo'lishi mumkin, chunki har doim ham bir xil kechmaydi kasallik. Ayrimlarda to'sh ortida boshlanib, keyinchalik chap yurakka, chap qo'lga berilishi mumkin. Bu kam uchraydigan shakllari. Ikkinchi varianti abdominal shaklda deb qo'yamiz. Bemor to'sh ortidagi og'riqdan so'ng pastki epigastral soha, ya'ni oshqozon ichak sohalaridagi og'riqdan sezishi mumkin. Bu odatda yurakdan pastki devorda bo'lgan infarktlar bo'ladi. Yoki bo'lmasa umuman simptomsiz, og'riqsiz kechadigan turlari ham bo'ladi. Bunda bemorda og'riq emas, balki biroz diskomfort, ko'krak qafasidagi diskomfort, noxush sezgilar, havo yetishmaslik hissi va hokazo shunga o'xshash belgilar bilan kechadi. Oddiy inson yurak bilan bog'liq muammoni qanday erta sezishi mumkin? Yurak qon tomir kasalliklarida eng ko'p bezovta qiladigan sabablar bular yurak funksiyasini buzish, ya'ni yurak yetishmovchilik belgilari. Yurak yetishmovchilik belgilari dastlabki belgilari odatdagi jismoniy harakatda bemorda kuchli hansirash, yurak tez urib ketishi, to'sh ortidagi og'riqlar, hozir men aytib o'tganimdek, yuqorida aytib o'tganimdek, va yurakning notekis urishi ga o'xshash belgilarni sezish mumkin. Yurak kasalliklari ayollarda va erkaklarda qanday farq qiladi? O'zi farq qiladimi? Kasallikning ketishi deyarli bir xil. Lekin kasallikning uchrashi erkaklar va ayollarda har xil uchraydi. Misol uchun, tadqiqotlarda aniqlangan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklar va 50 yoshgacha bo'lgan ayollarda oladigan bo'lsak, 50 yoshgacha bo'lgan erkaklar
yurak qon tomir kasalligi ko'proq duchor bo'lar ekan. Aynan biz o'zimizning mintaqaga tegishli statistika. Sababi bizni Markaziy Osiyo aholisi o'rtasida erkaklar, asosan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarda zararli odatlari ko'p. Ichkilik, chekilik, buni to'g'ri tan olishimiz kerak. Ichkilik, chekilik, stress va hokazo. Ayollarimiz yaxshiyamki bizni Markaziy Osiyo ayollari yomon odatlarga ega emas. Shuning uchun ham ularda kasallikni kelib chiqishi kamroq uchrar ekan. Lekin 50 yoshdan keyingi erkaklar va 50 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarni taqqoslaydigan bo'lsak, ayollar o'tib ketar ekan. Sababi ayollarda bitta belgi qo'shiladi, bitta holat qo'shiladi. Ayollarda keskin gipodinamiya boshlanadi. Harakatning kamayishi o'sha kasallanishni ortib ketishiga keskin sababchi bo'ladi. Ya'ni qaynona bo'lishadi-da ayollar. Yuqorida aytib o'tdingiz, stress. Aynan stress yurakka qanday ta'siri bor? Stressni. Har qanday stress nafaqat yurakka, balki butun boshqa organlarga ham salbiy ta'siri bor. Xususan yurakka keladigan bo'lsak, har qanday stressda bemorda kortizol, adrenalin, noradrenalin va shunga o'xshash yurak funksiyasini zo'riqtirishga olib keladigan gormonlar ishlab chiqariladi. Va bular surunkali davom etadigan bo'lsa, yurakni o'sha zo'riqtirib, kelajakda va bu surunkali davom etsa, bu bemorni yurak funksiyalarini tezroq ishdan chiqishiga olib keladi. Qon bosimining doimiy ko'tarilishi nimaga olib keladi? O'zi qon bosimini nimaligini tushunib olaylik. Qon bosimi tanamizdagi aylanib turgan qon tomir ichidagi qonlarni markazga yig'ilib qolishi. Ya'ni periferik qon tomirlarining qarshiligi ortish hisobiga tomirlar g'ijimlanadi. Butun qon markazga qolib ketadi. Endi markaz deganda biz hayotiy muhim organlar joylashgan joyni tushunamiz. Ko'krak qafasi, u yerda jigar, o'pka, ko'krak qafasi ostida jigar, o'pka, buyraklar, bosh miyamiz va ularda bosimni doimiy baland turishligi u yerdagi parenximani, ya'ni o'sha organlar to'qimalarini funksiyasini buzishga olib keladi. Bunga eng sezgir organlar birinchi o'rinda bosh miya, ikkinchi o'rinda ko'z to'r pardasi, buyrak va hokazo. Yurak uchun zararli odatlar qaysilar? Yurakka eng zararli narsalardan birinchisi bu tamaki mahsulotlari, har qanday shaklda bo'lsin. Xoh nosvoy shaklida, xoh sigaret shaklida, xoh boshqa turdagi tamaki mahsuloti bo'lsin, juda ham salbiy ta'sir qiladi. Ikkinchisi alkogol iste'moli. Shu alkogol iste'moli bilan bir qatorda hozirgi kunda dolzarb bo'lib borayotgan va yoshlarimizga odat bo'lib borayotgan energetiklarni iste'mol qilishni ham qo'shgan bo'lardim. Sababi mana tajribada ko'ryapmiz, ko'p yosh yigitlar kelyapti, yosh kuchga to'lgan, navqiron paytida energetika ko'p iste'mol qilgan, natijada toksik miokardit, ya'ni yurakni o'tkir yaralanish, o'sha toksindan zaharlanish oqibatida yurakning funksiyasini keskin buzilish bilan kelishadi. Bu ham juda ham og'ir holatga olib keladi. Undan keyin ortiqcha tuzni iste'mol qilish. Tuz va shakar deb aytaylik. Ortiqcha tuz va shakar butun tanamizni eskilarning gapi bor-ku, tuz bilan shakar oq zahar. Bu juda ham to'g'ri ibora. Bularni normadan ortiqcha iste'mol qilinishi ham yurak qon tomir kasalligiga olib kelishi mumkin. Kam harakatlilik va ortiqcha vazn. Shu o'rinda yana qo'shimcha qilib aytaman. Tamaki mahsulotlar deganda men yumshatibroq gapirdim. Hozirgi yana undan tashqari narkotik mahsulotlarni ham iste'mol qilish. Mana hozirgi kunda sintetik narkotiklarning ko'payishi juda ham achinarli bo'lyapti. Bular ham butun organizmda va xususan yurakni ham funksiyasini keskin buzishga olib kelyapti. Yurak faoliyati uchun foydali 5 ta oddiy, hamma biladigan mahsulotni ayting. Qanday umumiy mahsulotlar guruhini iste'mol qilgan ma'qulligini aytsam. Birinchi o'rinda iste'mol qilayotgan mahsulotlarimiz tabiiy bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh bizga qanday shaklda bergan bo'lsa, xuddi shu shaklda ishimiz kerak. Misol qilib aytaman. Misol uchun un mahsulotlari. Un mahsulotlarini men iste'mol qilib bo'lmaydigan mahsulotlar safiga kirgizaman hozirgi kunda. Sababi un bug'doy shaklida emas. Bug'doyning tarkibidagi kletchatkasini qayta ishlab, bizga faqat kraxmal shaklida, oppoq un shaklida olingan undan tayyorlangan mahsulotlar iste'mol qilyapmiz. Shu kunlarda, shu oxirgi yillarda. Vaholanki uni tarkibida bizni himoya qiluvchi kletchatka ajratib olingan. Iste'mol qiladigan mahsulotimiz tabiiy bo'lsin va tabiiy holatda berilgan shaklda bo'lsin.
uni ajratilmasdan iste'mol qilinishi kerak. Hayvon mahsulotlariga keladigan bo'lsak, misol uchun hayvon go'shtini yog'dan ajratib yeyishni boshladi. Yo'q, yog'dan ajratish kerak emas. Qo'shib yeyish kerak. Undan tashqari har qanday mahsulotni ham zarari ham foydasi bo'lishi mumkin. Har qanday mahsulot. Bu yerda doza rol o'ynaydi. Ya'ni kerakli miqdorda iste'mol qilinishi har qanday mahsulotda ham tabiiy bo'lsin, kerakli miqdorda bo'lsin, ajratilmasin. Shu shaklda shuni uchalasini agar shu uchalasiga amal qilinsa, menimcha nafaqat yurakka, balki butun organizmga ham ziyoni kamroq bo'ladi. Yurak kasalliklari nasliy bo'lishi mumkinmi? Albatta. Bir necha xil turdagi nasliy yurak kasalliklari mavjud. Bular tug'ma yurak nuqsonlaridan tortib boshqa turdagi murakkab shakldagi kasalliklar bor. Misol uchun aritmogen o'yin qorinchani aritmogen displaziyasi degan kasalligimiz bor. Gipertrofik kardiomiyopatiyalar bor va barcha turdagi yurak tug'ma nuqsonlari. Bular hammasi genetik kasallik hisoblanadi, tug'ma kasallik hisoblanadi. Yurakni tekshirtirish uchun oddiy insonlar yilda necha marta kardiolog vrachga murojaat qilishlari kerak? Kamida 2 marta murojaat qilishsin, sog'lom bo'lsa ham, o'zini yaxshi his qilsa ham, yosh bo'lsa ham, yoshi katta bo'lsa ham 2 marta, hech bo'lmasa 2 marta EKG tekshiruvdan o'tib, bir mutaxassis tavsiyasini olib turishni tavsiya qilgan bo'lardi. Yurakka foydali mashqlar bormi? Har qanday jismoniy mashqlar yurak uchun foydali. Bu yerda ham me'yor rol o'ynaydi. Me'yordan keskin orttirib olish ham joiz emas. Badan tarbiya bilan, sog'lom badan tarbiya bilan shug'ullanishlik foydali. 5000 qadam siyosatda mana prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatda mana har qanday tashkilot xodimlari kuniga 5000 qadam yurilsin degan tavsiyalarni men juda ham ikki qo'llab-quvvatlayman. Sababi bu 5000 qadamni ortida shu insonning sog'ligi yotibdi. Ya'ni har bir inson kuniga 5000 qadamdan bosib tursa, bu inson juda ham sog'ligi uchun katta foyda qilayotgan bo'ladi. Yurak og'rig'ini boshqa kasalliklar bilan adashtirib yubormaslik uchun nima qilish kerak? Eng dolzarb masalalarimizdan biri, mana bizga ko'p bemorlar kelishadi, ko'krak sohasidagi og'riq sezsa, yuragim deb o'ylashadi. Ko'krak qafasidagi har qanday og'riq ham yurakda og'riq bo'lavermaydi. Bu yerda bir necha xil kasalliklarni tafovut qilishimiz kerak. Ko'krak qafasidagi nervlarning shamollashi, muskullarning shamollashi oqibatida kelib chiqqan og'riqlar. Undan tashqari, umuman ko'krak bo'shlig'ida joylashgan organlarning shamollashi va u yerdagi boshqa turdagi kasalliklar, spetsifik kasalliklarimiz bor, misol uchun o'sma kasalliklari va hokazo. Chunki o'sha kasalliklarda oqibatda kelib chiqqan og'riqlardan ajratishimiz kerak. Endi yurakni kasalligiga xos bo'lgan og'riqlarni men aytib bersam, osonroq bo'ladi ajratish. Yurakni og'rig'i yuqorida aytganimdek to'sh ortida bo'ladi. To'sh ortida bo'ladi. Yurakni og'rig'i asosan jismoniy zo'riqish vaqtida bo'ladi. Ya'ni bemor harakat qiladi, og'riq boshlanadi, to'sh ortida boshlanib, keyin chap qo'lga berish mumkin, epigastral sohaga berish mumkin yoki diskomfort kuchayishi mumkin, hasrash kuchayishi mumkin va hokazo. Jismoniy zo'riqishni to'xtatgandan keyin bu holat sekin-asta yo'qolib ketadi. Mana shu belgi yurak kasalligiga gumon qilish uchun birinchi belgi hisoblanadi. Ya'ni jismoniy zo'riqish vaqtida paydo bo'lgan og'riqlar. Zamonaviy dorilar yurakni davolashda qanchalik samarali? Juda ham samarali. Hozirgi zamonaviy preparatlarsiz, milliy protokollimizda belgilangan davolash va diagnostika standartlaridagi preparatlarsiz hozir aholi o'rtasidagi o'rtacha yoshni yuqorilashning imkoni yo'q. Sababi yurak qon tomir kasalliklari bular o'zi asli surunkali kasallik hisoblanadi va davolanish uchun ham qisqa muddat ketmaydi. Ya'ni bemor yurak qon tomir kasalligiga duchor bo'ldimi, bu kasallik deyarli umrining oxirigacha davom etadi. O'shaning uchun ham bu bemor doimiy ravishda muntazam preparatlar ichib yurishga to'g'ri keladi. Va u preparatlarsiz bemorning hayotini sifati va davomiyligiga hech qanday kafolat yo'q. Bugungi kunda yurak kasalliklarini erta aniqlash uchun qanday zamonaviy tekshiruvlar mavjud? Yurak qon tomir kasalligini aniqlashda hozir eng soddasidan boshlasak, elektrokardiogramma. Ya'ni yurak bo'ylab elektr impulslarni o'tish yo'nalishi va uni tarqash yo'nalishlariga qarab biz yurakdagi patologiyani aniqlaymiz.
o'ziga xos patologiyalarni, endi sanab o'tsam ko'payib ketadi. Undan so'ng exokardiografiya deymiz, ya'ni bu yurakni UZI tekshiruvi deyiladi. Ya'ni bunda yurakni o'lchamlari, devorlarning qalinligi, qisqaruvchanlik qobiliyati, klapan apparatlari va hokazo barcha struktur o'zgarishlarini ajratib olish uchun kerak bo'ladi. Bundan tashqari zo'riqish vaqtida tekshiradigan uskunalarimiz bor. Bular treadmill test deymiz yoki veloergometr deymiz. Bunda bemorni o'sha EKG apparatiga boylab bemorga zo'riqish beramiz. Misol uchun veloergometr desak, velosiped trenajyorga o'tkazib qo'yib, bemorga zo'riqish beramiz va zo'riqish vaqtida hozir aytgandek, yurakda og'riq odatda zo'riqish vaqtida bo'ladi dedim. O'sha zo'riqish vaqtida EKGda ham o'zgarish paydo bo'lsa, demak buni ajratib olish osonroq bo'ladi. Undan tashqari, hozir eng zamonaviylaridan bizni markazimizda mavjud bo'lgan angiografiya tekshiruvi, ya'ni yurakni o'ziga tegishli bo'lgan toj tomirlariga maxsus kateterlar bilan borib kontrast yuborib, uni rentgen ostida syomka qilamiz va o'sha yurakni og'ir ahvolga olib kelish mumkin bo'lgan qon tomir o'tkazuvchanligini baholaymiz. Yurak kasalligi bilan og'rigan bemor o'z yuragini ritmini saqlash uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Yurak ritm buzilishiga o'zi nimalar olib keladi desak, savolga javob berib olsak osonroq bo'ladi. Yurak ritmini buzilishi bir necha sabablarga bog'liq. Birinchisi endogen sabablar, ya'ni organizm o'zidagi o'zgarishlar sabab. Endokrinologik kasalliklar, ya'ni bo'qoq kasalligida feoxromatostoma deymiz, buyrak usti bezini o'smasi. Bunda o'sha adrenalinning sintezi ko'payib ketadi. Elektrolit almashinuvining buzilishi, ya'ni yetarli darajada qonimiz tarkibidagi kaliy, natriy, kalsiy, shunga o'xshash ionlarning konsentratsiyasini o'zgarishi hisobiga kelib chiqadigan holatlar. Va shu balanslarning buzilishi yurak ritmining buzilishiga olib keladi. Qanday holatlarda o'sha yurak bilan bog'liq kasalliklar bo'lishi mumkin va tez yordam zudlik bilan chaqirilishi kerak? Agar bemor shikoyati kuchli bo'lsa, har qanday shikoyat bo'lishi mumkin. Bu xoh havo yetishmaslik hissi bo'lsin, xoh to'sh ortidagi ko'krak qafasidagi og'riq bo'lsin, jismoniy zo'riqish vaqtidagisi, xoh bosh aylanishi bo'lsin, har qanday kuchli shikoyat bo'lgan vaqtda albatta tez yordam chaqirishimiz kerak. Va yana qaytarib o'taman, agar bemorning shikoyati jismoniy zo'riqish bilan bog'liq bo'lsa va o'sha og'riq vaqtida yoki bezovtachilik vaqtida bemorda kuchli diskomfort bo'lsa, albatta skoriy chaqirishimiz shart. Aytaylik, bemorda o'tkir koronar sindromi bilan keldi. To'sh ortida kuchli og'riq bilan, o'tkir miokard infarkti boshlanayotgan davrda keldi. Biz bemorda shoshilinch ravishda angiografik tekshiruvga olamiz va u yerda aniqlangan qon tomir torayishini bartaraf qilishga tushamiz. Bunda nima yordam beradi? Birinchisi balon angioplastika deymiz, ya'ni o'sha toraygan zonani maxsus balonimiz bor, balon bilan borib, balon ishlaganda o'sha toraygan zonani kengaytirish. Undan keyin stentlash amaliyoti, barcha uchun hozir ma'lum. Stent bu yurak qon tomir ichki devoriga metal sterjin ko'rinishda yopishtiriladigan qon tomir o'tkazuvchanligini normaga keltirib beradigan maxsus moslamamiz hisoblanadi. Bu metaldan iborat bo'ladi. Stentlash amaliyotini yaxshi tomonlari samarasi yaqqol ko'zga ko'rinadi. Tez ko'zga ko'rinadi. Ikkinchisi bemorning hayot sifatini keskin yaxshilashga yordam beradi. Uchinchisi o'lim xavfini oldini oladi. Uzoq muddatli prognoz deymiz. Uzoq muddatli prognozda ham bu o'z isbotini topgan. Hozirgi kunda bizning shifoxonamizda yiliga 2,5-3 ming amaliyot olib o'tkazilyapti. Ya'ni 2,5-3 ta bemorga stentlash amaliyoti o'tkazyapmiz. Ko'rsatkichlarimiz juda ham yuqori, juda ham yaxshi. Davlatimiz tomonidan imtiyozi bor bo'lgan bemorlar uchun juda katta e'tibor berilyapti. Ya'ni bular qaysilari? Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, urush qatnashchilari va urush qatnashchilariga tenglashtirilgan aholilar, chin kambag'allar, ya'ni kam ta'minlangan oilalar a'zolar va nafaqadagilar, yoshga doir nafaqaga chiqib ishlamay yurgan fuqarolar uchun davlatimiz o'sha bemorni tibbiy xizmati uchun yotog'i, dori-darmoni, oziq-ovqati,
yuqori texnologik operatsiyalar, hozir yuqorida aytib o'tgandek stentlash amaliyoti bo'lsin, radiotashuvchilik ablatsiya bo'lsin, boshqa turdagi operatsiyalar bo'lsin, barchasini davlat o'z zimmasiga olgan. Va bizda davlat tibbiy sug'urtasi bilan shartnomamiz mavjud. Hozirgi kunda shu yuqorida sanab o'tgan guruhga kiruvchi bemorlar uchun biz bepul xizmat ko'rsatib kelyapmiz.